Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 47 soniga hoş geldinglar. Bugün biz hukumatimizning katibi Alijon Mehmet efendimni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga hoş geldiniz. Hoş bulduk, köp rahmet. Rahmet. Bugün biz Yaşlar Sadası degan temada Alijon efendim bilan suhbat quramiz. Bu suhbatimizning beshini yanala Cumhur Reisimiz Mehmet Ali efendimning eksik qo'ygan bunu so'zlari bilan boshlaylik. Sen hazırның özüde ölüşün mümkün. Bu paket seni hayatının ahırıqça yeteklesin. Marcus Aurelius. Meyli bu gapni kim degan bo'lsin, men shundoq o'ylayman. İnsan ölüm bilan tang yaşamak kerak. O'lganida o dunyoning so'rig'ini bera oladigan, bu dunyoning so'rig'ini bera oladigan, hayotligida uni april qilgan ona tuproqqa va ona vataniga yuz kela oladigan. Bu so'zning yana biri dediki, talantken bo'lgan sari ular o'zini texmo mag'rur, shuhratparast va akavur tutadi. Vaholanki bu ahmoqlar o'zini olqishlaydigan boshqa ahmoqlarni topadi. Erasmus. Hop, muajirat hayotimizda ko'rib turibdimizki, bir uçum Uyg'urning u nimasi, bu nimasi deganlar yana bir top ahmoqlarning to'ydab ko'tirishi bilan bozor tepib yurganini. Vatan uchun nima qilding? Vatan mustaqilligiga aqida bog'lamay turib, vatan uchun nima qila olaysan? Eng kimida to'g'ri yerda turishimiz kerak-ku. Xo'sh, bugun biz hukumatimizning katibi Alijon efendimni suhbatga taklif qildik. Ilgirki suhbatlardan farqli kelishi shuki, biz 5-yil Urumchi qirg'inchiligidan keyingi Sharqiy Turkiston jamiyati o'zgarishiga nazar og'diramiz. Bugun haqiqiy talantlilarning vatandagi ahvolini o'rganamiz. Mening Alijon efendimni maqtab o'tirishimning hech bir hojati yo'q. Mustaqillik yo'lida ko'krak kirib o'tirg'i chiqqan hukumatimizning ig'ir yeni xizmatlarining o'zidan chiqayotgan Alijon efendimni savol bilan qarshi olamiz. Marhamat Alijon efendim, o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Rahmet. Assalamu alaykum Cüret efendim. Assalamu alaykum dünyanın har qaysi joylarida yashayotgan aziz Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlar. Hammanglarga Allohning rahmeti, salom bo'lsin. Hammanglarning har joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Alijon. O'zimni tanishtirib o'tsam, vatanimizning Ko'l shahridan, ya'ni Ko'nchi daryosiningki güzel Başaygin bo'yida tug'ildim. Ailemizde balalarning kichiki. Ya'ni biz 6 o'g'il, balalarning 6-chisi. Başlangıç o'rta maktabni bitirgandan keyin Urumchida XG universitetida o'qidim, ya'ni ben bizning oiladagi birdan-bir oliy maktab yuz ko'rgan taylaylik birisi. Ham nimishqa taylaylik, bundaq taylaylik birisi deysiz desangiz, bizning oila bir nuqtalik bir oila edi, esimni bilsam. Ikki akam nihoyat yaxshi o'qigan. Bu yerda ikki akam deyishda normalda ya'ni 5 akam bo'lish kerak. 3 akam har xil sabablar tufaylidan olamda o'tib ketganda, qolib qolgan hayotda 2 akam bor. U 2 akam nihoyat yaxshi o'qigan. Bu 3 akamning o'ldirilishi u ayrim bir tarix ham. Hamda hayotdagi 2 akammi shu vaqtda zamonlarda qashtalay bilan har ikkilisininki ismi boshqalar tarafidan almashtirilib, o'rniga boshqa bir odam o'qish qabul qilingan ochiq bir kechmish bor. Ammo navbatman kelganda meni unutilib qoldimi va yoki dadamning vafot etgandan keyingi vaqtlarga o'tilib kelgachga bo'sh qo'yib yotdimi? Men universitetga qabul qilindim. Bu yerda rahmatli otamninki ozroq kechmishni qisqacha ta'kidlab o'tishga arziydi deb qarayman o'zimcha. Bu mening o'sib yetilishim, hayotim, tanlashlarimga siz munosabatlik ayirib qarg'il bo'lmaydigan bir nuqta. Bunun ustiga ba'zan men qiziqadigan odamlarga bir qisqacha tushuncha bo'lib qolsin. Bir so'zlab o'tay. Balki 2-3 minut uzroq qilish mumkin. Mayli. Bizning oila nuqtalik tizimlikdagi oila edi. Rahmatli dadam bir inqilobchi, millatparvar odam edi. Mening nazarimda dadam nihoyat achchiq yomon, g'ururliq, kuyimchan, vijdonliq, bosh egmaydigan bir xil ro'yi bor odam edi. Dadam 1921-yili Bugurninki Yangsar bozorida tug'ilib ketgan. Dadamning jamiyati tarixda o'tgan Abdulaziz Damullam deydi, ya'ni taxallusi Chingizxon Damullam bilan tunilgan Abdulaziz Mollam deb qo'ydi. Dadamning jamiyati shular tutishdi. Bu nihoyat cho'ng bir oila ekandik, cho'ng bir jamiyat ekandik shu davrlarda. Yosh vaqtlarda O'shur Damullamning madrasalarida o'qib, keyin Kucha madrasalarida davomlashtirgandan keyin
Ақсуның бай наисіге бір мәзгіл тұрып қалды екен. Şu vaqtlarda Sharq Turkiston milliy armiyasi Muzdavandan o'tib, bayga keldi ekan, hamda bayni Xitoy militaristlardan ozod qilgandan keyin dadam shu vaqtda tashabbuskorlik bilan Sharq Turkiston armiyasiga iltimos qilib askar bo'lgan ekan. Uzun o'tmay 11 bitimning ta'siri bilan bu Sharq Turkiston armiyasi G'ulji qaytmoqchi bo'lganda dadam ular qaytmay bayni qilishni tanlabdi ekan. Ya'ni bu mening yurtim ishar qolmagan deb sabdashlari bilan qolib ekan. Keyin Xitoy militaristlari Gomindan qayta bayga hujum qilib, bayni ishg'ol qilgandan keyin milliy armiyaga yordamlashgan, qatnashgan deb nurg'un xalqlarni oila bo'yicha qirg'in qildi ekan, tutdi ekan, so'laydi ekan, bir o'chilish bo'ldi ekanda bu yerda. Bu yerda qolgan oz bir qism armiya, ya'ni Sharq Turkiston askarlari tanklanmaydi ekan ularga. Ko'pinchalar o'ldirildi ekan, qochdi ekan, tayyorlari borlari. Shu Qashqashda dadam Kuchaga, keyincha Bugurda yurtida bir mazgil yashab va keyingi vaqtlarda u yerga sig'may, u yerda bo'lmay, ko'rliq kelib turib qoldi ekan. Shu qolgancha kommunist Xitoylar kelganda burunqi ismini o'zgartib, bir oddiy ishchi bo'lib yashab qoldi ekan. Keyingi hayotida nurg'un issiq sovuqlarning beshidan o'tkazib, tasodifiy bir fursatlarda shu bayda birga askar bo'lgan yaqin bir saddish bilan uchrashib qoldi ekanda dadam. Dadamning ahvolidan xabar topgandan keyin bu saddishi o'z qizini dadamga berishga, ya'ni o'yinlashga berdi ekan. Ya'ni mening opam dadamning askarlikdagi sabdishining qizi bo'ldi. Aralıqda 25 yaş farqi bor ikkisiniki. Ya'ni keyingi vaqtlarda dadamni jamiyat sababli ham askar bo'lgan deb chetga qiqish, qoqadigan madaniyatsizlar inqilobida turmada yetib, ig'ir ishlarni qilish bilan o'tadi ekan. Ammo bosh egmay yashaydi ekan. Hayotida 6 balliq bo'lib, eng chong akamni shu 11 yaş vaqtlarda Xitoyning harbiy mashinasi so'qib o'ldirdi ekan. Kechirsinlar. Onda ishga qo'shqizak akam bor ekan, ularni bir ukulni vaksina qilib urmaymiz deb, ukul urib, uzun qolmay ularni o'lib ketadi ekan. Bu o'limi, ya'ni 1 yilning ichidagi 6, 7, 8 oylarda bo'ldi ekan. Keyin ya'ni 3 oyda 3 o'g'ildan ayrilib qoldi ekan bu dadam. Shundaq ig'ir sinoqlar bilan sinalgan dadam hayotining oxirigacha halol amgak bilan yashab, bizni qator qo'shib qolgan hayotga shu o'g'ilni yana. Xitoylarni mansitmay, ularga aldanmay, bosh egmay yashab hayotini oxirlashtirdi. Dadam deydi men kichik vaqtda, qanday qilam yaxshi Xitoy, qanday Xitoy yaxshi Xitoy bo'lam, bilginki, o'lgan Xitoy yaxshi Xitoy deydi-da. Bu jumla meningki shu qallamga shunday quyilib ketgan. Keyin bu so'zni, bu jumlani maktab hayotimda ma'lum bir muallimning og'zidan angladim. Endi gapga qaytib kelsak, men shunday bir Xitoylarni nuqtliq deb qarab kelgan bir oila cho'ng bo'ldim. O'qish tugatgandan keyin bir mazgil xizmat qildik, keyin erkin kasbda bir mazgil shug'ullandim. Oxirida ochiq fikrli do'stlar bilan namdamda bo'lib, bir til texnika tarbiyalash maktabi va shunga yondosh bir shirkat qurib chiqdik. Til maktabining birinchi qadamini tabiiyla ana tili o'rgatish bilan boshladik. Keyin ko'lamlashib ingliz tili, turk tili, Xitoy tili, rus tili, kompyuter bilimlari, topshiriq yetaklash sinfi, oliy maktab imtihon yetakchilik sinfi, yana kasbiy shtat, imtihon tayyorlash sinfi degandek bir qator kurslarni ochdik. Bu darslar ham butun kunlik, shanba-shanbalik, kechlik, ta'tillik deb shunday kurslarni vaqti qarta muntazam sistemlashgan tarbiyalash turlarini yo'l qo'ydik. Shundan bilan bir vaqtda jamiyatning har qatlamidagi kishilar, o'quvchilar, ota-onalarning kuchli qo'llashiga muyassar bo'ldik. U chog'larda til o'rganish bir do'lqin edi, ya'ni. Yana birsiga Xitoyning qo'sh tillik ma'rif tuzilmasining yildan-yilga asabiylashib, Uyg'ur milliy ma'rifining yo'qotilishi, darslarning butunlay Xitoy tilida bo'lishi, ularning yildan-yilga Uyg'urlikdan, an'anaviy madaniyatdan, ona tildan yiroqlashtirilgan holda o'sib ketilishi qatorliq omillarning sababidanmi Uyg'ur jamiyatida bir til o'rganish qizg'inligi, ona tilidan bolalarning savad chiqarishdan tortib, adabiyot nazariyalarigacha o'qish qizg'inligi kuchli edi. Ya'ni Urumchi qirg'inchiligidan keyingi bir mazgil umumiy jihatdan milliy uyg'unish, ma'rifga kuchash, chet tillarga o'qitish to'lqini ko'tarilgan edi. Keyin taqdirning shamollari bilan bizlar chet tillarga chiqib, yerlashib qilishga majburlandik. Hozir qadar bilganingizdek har xil qismatlar bilan
özümizge müskülelerden bir şekilde yaşayatımız. Köp sözlep kettim özüm. Rahmet sizningki aile tarixingizni anglab bek xush bo'ldik. Haqiqatan Köp sözlep. esil oilada cho'ngib ekansiz. Xitoylarningki zulmini yetkichi tatgan oila ekan. O'zingizmi vatanda Uyg'urlar uchun, vatanimiz uchun bir qadam olib ekansiz. Ana tilimiz uchun. Buni hozir uqdik, xush bo'ldik. Sizmi osh vatanda tilimni yo'qotib qo'yishim mumkin, balam ana tilini yo'qotib qo'yish mumkin deb vatandan chiqib ekansiz. Hem hozirmi to'g'ri yo'lda men o'tibsiz. İnsanning to'g'ri yo'lda maqib bakmayım. Şunu sizni men maqtamay, men sizni tanıştırmay, o'zingizga qo'ydim. Sizning tarixingizla, sizning kimligingizni bilgil oldim. Rahmat. Hamda parlamentniki katibi bo'lib ishlagandingiz. Bu xizmat qanday ekan? O'tishdan chiqyapsiz. Köp rahmet. Ben Şarkı Türkistan sürgün hükümetiga milletvekili bulup kirgandan keyin katiplik vazifasini o'rindayotiman hozircha. Katip degan so'zningki, ya'ni sekretarmi deydi inglizchada. Bu o'xshamagan sharoitda, o'xshamagan muhitda, masalan tashkilot, idora, organ, davlat degandek o'rinlarda katipning tamoman bir-biriga o'xshamaydigan vazifa, o'xshamaydigan niyat, o'xshamaydigan obraz bo'ldi. Uyg'urcha xabarlarda ko'p anglaymiz, masalan deb qo'ydi. BDTning bosh katibi yoki Dunyo sayyohat tashkiloti katibi degandek. Organlar bilan bir davlatning bosh katibi hamda uning atrofidagi har qaysi ministr darajalik katibat ishxonasi deymiz, katibat idora heyeti deymiz degandek idora jamiyatlarning katibligining darajasiga o'xshamaydi. Va odatdagi shirkat, korxona, maktab mudirlarining maxsus bekitilgan katiblarim bo'ldi degandek bu hech qaysi bir-birisiga yana o'xshamagan vazifalarni oladi. Shuning uchun katiblarning vazifasidagi o'rni boshqarish doirasi farqli bo'ldi. Hamda bizning o'zimizning Sharq Turkiston surgunda parlament katibi ham hukumat katibi deyilganda bizda rasmiy shaklda mukammal bir katibatlik idora hayat organi, katibatlik ishxonasi degandek bo'lim bo'lmasimi? Hamda sharoitdan surgun hukumatga xos cheklik doiradagi xizmat tartibi, plani, xizmat doirasi bo'lyotidi. Olg'a qarab ilgarilayotidi. Va bu bosqichlar asta-asta mukammallashishga, sistemlashishga qarab ketyapti deb qarayman. Bu xizmatning salmoqi bak ig'ir bo'lmagan bilan hamda mas'uliyat darajasi, planlash iqtidori, tahrirlash, yozish, aloqa qurish qatorliq jihatlarda astoydillikni o'lcham va talab qiladigan bir ish bo'lg'achqa, qo'limda kelishicha o'zimning qurbim yetgan doiraga tirishayapman. Ham bu xizmatni yaxshi qila olishimga ishonchim bor. Bu jihatda nurg'un qo'llash takliflarining turtkisida vatanparvarlik, mustaqilligimizning tavranmas bo'lishiga, millat sapoyimizning yuqori ko'tarilishiga aktiv energiya berdi deb qarayman. Shuning bilan bir vaqtda millatimizning bu shunday ig'ir kunlarni beshini o'tkazayotgan davrning bir a'zosi bo'lish shubtim bilan mustaqillik yo'lida mustahkam turib, Xitoyning ko'ziga sanjilgan mixtak shabdas turayotgan ustozlarning yanada bir xizmatdosh, sabdosh bo'lib turishning o'zi menga ko'p kuch va umid ato qiladi. Rahmat. Sizniki bu katib xizmatiningki ig'ir yeri Uyg'ur tiliga cho'qim pishiq bo'lishi kerak. Buningda xatolik chiqsa, logikali xatolik, mantiqli xatolik chiqsa, keyin bu bizning beshimizga balo bo'ladi. Bu taraflarga yaxshi diqqat qilib kelyapsiz. Hozirgacha sizningki dastlabki bizning qurultayda xotirlagan yig'in xotirasini tortib, ta hozirgacha qilgan xizmatlaringizda sizdan hech bir chatoqni ko'rmadik. Bu xizmatlaringiz uchun ko'p rahmat. Allah ajringizni bersin. Hamda biz temaning o'ziga kelsak, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyingi Uyg'ur jamiyatining ahvolidan azroq ma'lumot bergan bo'lsangiz. Umumiy jamiyat xarakterli uyg'unish, silkinish bo'lganmi? Tor munbalarning ahvolichi, Uyg'ur ziyolilarichi, Uyg'ur tilichi. Mana bizning bir bilgimiz bor, sizning shu davringizda bo'lgan ahvollarni bizga bir so'zlab berasiz. Bo'ladi, ko'p rahmat. 2009-yili Urumchi qirg'inchiligidan keyin naq bir yil torni uzib o'tdi Xitoylar. Ya'ni Xitoyning ta'tir tashviqoti har sohalar bo'yicha qanot yoydi. Ekranlarda so'ziltildi, majburan masalan, gazet jurnallarida besildi. Shuning bilan tang ba'zi o'g'irlikcha tortilingan DVD disklari tarqatilib, hukumatniki tashviqotning qanchalik yolg'onligi, Uyg'urlarning qanchalik dahshatli o'ldirilganligi oshkorlanib ketdi. Ya'ni jamiyat ichida.
Bu yani Xitaylarning kontrolligi bo'lmagan ahvolda oshkorlanib ketib qoldi. Urumchilikka nurg'un Uyg'ur saqchilar mush jihatdan istibo berib chiqib ketgan ahvollar ko'p. Yani Xitoy bilan Uyg'urning orasida bir ko'rinmas tog' shakllandi desak bo'ldi. Keyingi yillarda hamma narsa normallashdi deb tashviqot qilinsimi, shu vaqtdagi atmosferada Uyg'urlar o'ziniki bosh egmas ruhini yoshirin namoyon qildi deb qarayman. Faqat ittifoqlikni ta'kidlab, barobar muomalaga uchirmaslik, nurg'un ishlar Uyg'urlar ichida bo'libmi, yoshlar ichida bir qayta silkinish, uyg'unish, o'zini tunish, o'z tarixini bilishga qiziqish, o'zlik kimligini izlash, eng oddiysi cheklangan kitoblarni izlab o'qish degandek shunday bo'ldi. Masalan, Uyg'urlar degan kitob, Aqsu 1945 degan kitob, Tangri qamchisi Atilla, O'llarning qisqacha tarixi, Mehmet Ali Efendi degandek bir qator cheklangan kitoblarni izlab so'rab, hatto uningki PDF shakllarini email orqali yoki disk orqali, kichik barmoq disk orqali shunday bir-birisi bilan o'rtoqlashib, shunday bir jarayon bo'ldi. Ana tilga bo'lgan hurmat, ana tilni qo'g'dash harakatlari, ingliz tilini o'rganish qizg'inligi hamda oddiysi Erkin Osiyo radiosiningki inglizcha ham uyg'urcha anglitishni o'g'irlik qatorliq shunday bir uyg'urlik ruhini uyg'otishdek bir davrni boshdan kechirdik. Ya'ni shu radio anglish uchun bir Sony markalik shunday qimmat 120 yuan shu vaqtga shunday bir radioni olardik. Uning vaqtimi o'sha kech soat 9:20 ga to'g'ri keldi. O'sha odam yo'q bir yerga bir yerga kirib shunday anglab. Shundan keyingi yillarda, ya'ni 2012 ning oldi keyingi yillarda nashr qilingan ba'zi kitoblar bo'ldi. Masalan, Xolida Isroilningki Kechmish romani. Jaloliddin Mavjudiyat tashnoligi degan kitobi. Sopaxin Suvorovningki, ya'ni generalimiz Men kechgan kechiklar degan romani yoshlar orasida nihoyat bozorliq kitob bo'lib qoldi. Bo'libmi Kechmish romani bilan Men kechgan kechiklar romanining ta'siri cho'ng bo'ldi. Tahririyat tarafidan qoldirib o'tilgan Kechmish romani, Men kechgan kechiklar romaniniki Tahririyat tarafidan qoldirib o'tilgan asli qo'l yozmasining bir qismi oshkorlanib ketdi turlarda. Shuning bilan uning qizg'inligi, tig'imi o'qish qizg'inligi yuqori ko'tarilib ketdi. Garchi bu kitoblar roman shaklida yozilgan bo'lsa-mu, haqiqiy bo'lgan voqelik asosida yozilg'achqa rost bir tarix davrni yoritib beradi-da shu vaqtdagi. Kechmish romanimi nihoyat ustunlik bilan nihoyat nepiz bir kitob, bo'lmasa 300 necha bet, 400 betga yaqin ustunlik bilan Yoqubbek davridan tortib 90-yillargacha bo'lgan tarixni kichikgina voqeliklarga moslashtirib yoritib bergan bir kitob. Undan keyingi kitob o'qish ta'sirotlari, tarixiy materiallar, maqola, obzorlar, she'r, nasrlar munbarlarda bas-basda avatilib, yoshlar orasida Urumchi qirg'inchiligining keyingi munbar o'ynaydigan bir holat shakllandi. Ya'ni kundagidek shu bir munbarga chiqmasa, kun o'tmaydigan bir holat shakllandi. U munbarning mazmunlari sog'lom. Shundoq. O chog'larda Misrani munbari, izlanish munbari, masalan, Bag'dash munbari, Al-Kuyi, Birxon munbari degandek, shunday O'rxon tarix munbari, qatorliq munbarlar bir sakin shaklda muhit yoritilib, gazet jurnallarda e'lon fursatlari bo'lmaydigan asarlar, ko'z qarashlar, planlar o'tirib qo'yiladi. Qiziydig'ini asrlik inkoslarni bir qiziydi-da. Shu ko'z qarash, o'y fikrlik orqali tunishib do'st bo'lganlarmi oz emas, hatto to'y qilganlarmi bor to'rda bilatlarni. To'rdagi ishlar asta-asta normal turmushga kengayib, o'zaro suhbat o'tkazadigan, ilmchi nomida yig'ilishlar bo'ladigan ziyolilar bilan yoshlar orasida uchrashishlar, leksiya faoliyatlari ko'paydi. Shuning bahonisida nurg'un yaxshi ishlar mavjudga chiqdi. Masalan, Qalimi O'tkir Abdurlarga to'rda yig'ishib qalam haqqi avatildi, tashakkurlar ifodalandi. Ya'ni to'rda e'lon qilgan maqolalar uchun qalam haqqi. Vaqtsiz ayrilgan ziyolilarningki oilasidan hol so'rash, yaxshi o'qigan o'quvchilarga yordam qilish, shunday amaliy ishlarmi shu munbarlarning turkisida bo'ldi. Tip xarakterlik yaxshi bir mazgil izchil bo'lgani, bir son planida bir plan nihoyat utuqli bo'lgan. Bunda turdashlarning bir g'odiq chiqqan, necha yillar davomlashgan u. Tur dunyosida emas, bir jamiyat xarakterlik, millatparvarlik shakllangan. Hatto palonni tutib ketibdi deb xabar chiqsa,
Arka ışık bilen çıkağılı bulam degende, mesela Xitaylar ak ışık deydi, xomor dep. Ak ışık bilen çıkağılı bulgan imkaniyetlen bolsa, qol ilikide bar her saat kişilerimiz namsız şu kerekli pulni akşamları oylasa taşlap koyduğan, bir biçimden qıtığa kiçik bir parça xat bilen sep koyduğan, işte suyumlik insanlarımız, işte suyumlik işlerim az emas idi. Yani cemiyet karakterlik. Işqıl biz ziyalilar bilen yaşlar arasında ziş bir münasebet bolgan. Bunun körüklük rolü her qaysı munberden başlangan encümeciller, ilim çayları, söhbetler, leksiya faaliyetleri, bazen de bu kaldıgan çoğun hacimlik yığılış katarlık faaliyetler idi. Şu kıskığına bir dolkun karakterlik oğunuş devrini ötküzdük. Ve 2013 ve 2014'lerde bir qatar Xitaylarga qarşılık hareketleri boldu. Yani şu oğunuşdan keyin. Mesela çoğun tipli kişiden yakan qırgınçılığı, Seriq bu hareketi, Xotan'daki partiler, Bügür Yansar'daki korallık etişiş, Beijing'deki maşını bilen hücum karşılığı görsütüş, hem ahirki hem uzun sürülgen baydaki kömürkan inqilapçılarının karşılık hareketleri qatarlıq. Yani nurgun məxfi tutulgan hem cemiyetke tarqılıp ketilgen küçük tipki karşılaşışlar baydı. Yani piçaklaş, korallı yasaş degендek, yani tapança hesap. İşte yasaş hareketleri köp bolgan yani. Bular cemiyette bilindiğin haber, hiç qanday yerge yazılmaydigan, haber kılınmaydigan işte. Bularning hamisi şu Ürümçi qırgınçılığından keyinki şu qısqagina millet karakterlik uyg'unish hareketlerden ayırıp qargıl bolmaydı. Şundan keyinki vaziyette yine qayta çıngışqa başladı vaziyet. 2015'lerde aşu Abdurla, Munberdeki makale e'lon qilgan Abdurla, Munber başqurguvchilari, iqtidorli yoshlar, saxovat boylar o'zlari gumonliq deb qaragan kishilar asosida asta-asta tutilishga boshladi. Ularni turmaga tashildi. Mesela Ömercan Bozkır deb tanliq bir Tursuncan Marshall, Misra'nın Munber'ninki başqurguvchisi. Bu balı ko'rildim bo'ldi yaqin o'tdi. Ababerki Muxtar mesela. Belki ism atalmagan yoshlar, diyanetlik kişiler, Ahmas qalpaqlar bilan tutulup turumlarga tashlandi. 2016'dan başlap munberler resmi şekilde kapaldı. Turbetler yuyup itildi. Bu jarayon yo'qotishlar az bo'lmadi yani turladi. Munavvar eserler bilan birga munavvar insonlarni tang falokatga uchirdi. To'ldirib siz shu istigidek aqvatlarni keltirib chiqadi desak bo'ldi. Shundoq bir uyg'unishning kartinasida Uyg'ur tilini qo'g'dash, kuchlantirish, shu orqali milliy kimlikni tunish, qanday bir millatning avlodlari ekanligini tunutish harakatlarimi har joylarda avj olgan. Atalmış Abdülmiya Kanunu'nunki maddesini teng qo'llanib turib, ana tilini qo'g'dash harakatlari avj oldi. Hatto ko'chalardagi Xitoy do'kon saroylarining Uyg'urcha kichik yozilib qolgan xatlari yoki osti yozilib qolganlari normalda Uyg'urcha ustiga yozildi-ku qonunda, Abdülmiya Kanunu atalmış. Va yoki Uyg'urcha yo'q, butunlay Xitoycha yozilgan yoki mujmal harf bilan so'z emas, harf yozilib qolgan shunlarni rasmga tortib, to'rda uchiq xat shaklida e'lon qilib hukumatga. Shunday harakatlar bilan munosabat o'rinlarining diqqatini tortib, shularning tuzitishiga, shularning javob berishiga sabab bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda ana til yaslilari, kurslari, ana til kuni uxlash harakati, o'quvchilarniki do'ppa kiyib maktabga kelish harakatlari jonli shaklda elib berildi, masalan, Urumchida. Hamma bola do'ppa kiyib bordi, masalan. Bu jarayonda ziyolilar, yoshlar, o'quvchilar, jamiyatning har qatlamidagi ishchan, tirishchan, diyonatlik, saxovatli kishilar dehqondan tortib baqqolgacha, xizmatchidan tortib savdogargacha ishquyun, toshquyun shaklda o'zaro qo'llaydigan, yordam beradigan hamkorlik iqimi paydo bo'ldi. Hatto hukumat ishlaydigan o'qish bitgan soqchilarmi u chog'da nurg'un soqchilarni qabul qilganda Urumchi qirg'inchiligi keyin har yili har shaharlarda nurg'un soqchilarni qabul qilgan. Soqchilarmi o'z millatiga bir ishlarni bijirib daqib qolganda bir ko'zni qisib olish postisida muomala qilgan ishlarmi nurg'un masalan Uyg'urga debchi. Shunda bu keyingi kunlarda atalmışlik, ichki yuzlimchilik degan qalpoqni kelishimi sababchi bo'ldi. Ular qarindoshlarimiz. Yig'ib aytganda shu davrdagi qisqagina qayt uyg'unish, millat xarakterlik silkilishdan keyingi o'zini tunish yani. Kimlik tunish, do'st dushmanni ayirish eni umumyuzlik yuqori ko'tarilgan bir davr edi. Mushqildagi milliy uyg'unishni
Ben muhaciratda 2018-2019 yıllar qayta ko'rdim. Ammo muhaciratdagi ziyolilarning mas'uliyatsizligi, yoshlarning to'liq qo'llashga erisholmasligi, umumiy xalq safosining tubanligi, dasturxon o'tirishning qurboni bo'lib ketish, oq qorni farq qilmaylam, yurtdoshlarning orqasidan egishib ketish, o't yurak vatanparvar, millatparvar zotlarning yolg'iz qoldirilishi qatorliq salbiy sabablar tufayli xuddi bir tal shamni yenibla o'chib ketgandek holatda bo'lib qoldi. Ya'ni mening vatandagi xalqimizga qarta o'ylaganimda muhaciratda biz bir nishon, bir dushman ideologiyasiga yig'ilolmaslik meni afsuslantirdi. To'g'ri. O'zimiz G'ulom Osmon apandi 20 yillar burun kitob yozgan Millatim Uyg'ur, dinim Islom, vatanim Sharq Turkiston, dushmanim Xitoy degan ideologiyani hozirga qadar tushunolmasligimizning nima uchunligi ba'zi meni umidsizlantirdi. Shundaqla tugishib bayram bo'lib ketamizmi deb ichinman ham qayg'uraman bu jihatda. Rahmat. Sizdan jiq narsalarni bildik. Bir qatliamdan keyin bir millatning uyg'onishi, nurg'un ishlarni qilishi, vijdonning uyg'onishi. O'ziniki shu jafoliq turmushdan chiqib turib, pul iyona qilib, vatan uchun, Uyg'ur uchun foydali ishlarni qilishi bizni ta'sirlantirdi. Endi bu terrorlik yoki islom degan bir qalpoqni kiygizish uchun islom oshqonlik degan Xitoylar buning ichida o'yinmi o'ynagan. Beijing voqeasi garchi bizning shu chog'dagi vatan ichida xalqning tushunishi boshqacha bo'lgan bilan amaliyotda Xitoyning bir o'yini. Xitoy istixborotininki achaga olib o'ynagan bir o'yin. Buningki Xitoylar har ishni yaxshi bilan yomonni oq bilan qorni aralashtirib o'yin o'ynaydi emasmi? Ba'zi ishlar Xitoyning o'yini. Endi yana ba'zilari masalan yaqin voqeasi desak, u haqiqatan bir cho'ng qirg'inchilik. Begunoh xalqni qirib etdi, bir kentni yo'q qilib etdi, bir yezini. Mana bir ahvol. Ammo biz 5-iyul Urumchi qatliamidan keyingi o'zgarishlarni anglagandan keyin xo'sh bo'ldik. Millatimizdan bir umid kutdik, umid ko'rdik-da shu sizning gaplaringizdan anglab. Adabiyot san'atimiz shu davrda nihoyat cho'ng bir silkinish, bir ilgirlash bo'lganligi, butun yoshlarda, ziyolilarda bir xil tafakkurninki avjog'ini ko'rdik. Bu to'rlardan ba'zi bir nomsiz insonlarning yozgan she'rlari, asarlaridan biz bu saviyaning nihoyat yuqoriligini his qilyapmiz, ammo tashlanib qolyapti bular. Biz buni saqlab qolishimiz kerak. Haqiqatan muhaciratda biz gapni cho'ng qilyapmiz. Hammamiz Uyg'ur uchun, vatan uchun qilyapmiz, ammo yo'limiz to'g'ri bo'lmadi. Uyg'ur uchun deb turib, Uyg'urninki yiltizga palto chepyapmiz. Vatan uchun deb turib, vatanni qo'riqyapmiz. Agar bo'lmasiz degandek, G'ulom Osmon afandim 20 yil burun 20 yil burun deb bo'lgan gap bu. Hem faktlar ko'z oldimizda ayon bo'lib turibdi. Bizga mustaqillikdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Hem boshqa bir tashkilotlarni qurib, bir o'yin o'ynab, kichik bola uy tutgandek ish qilishning o'rni yo'q. Ammo buni biz tushunmayapmiz. Xo'sh, Uyg'ur tilini siz o'g'lim shu Uyg'ur tilini o'rganmay qolmasin, elibba bu yerda cheklandi deb aytib chiqib ekansiz. Endi Uyg'ur tilini qo'g'dashning mana shu vaziyatda hozir o'rni bormi? Muhaciratda Uyg'ur tilini qo'g'dash xizmatimiz yaxshi ketyaptimi? Rahmat bu savolingiz uchun. Ana til demak, ya'ni Uyg'ur tili, ana til demak, jon til demakdir. Yani ana tilim, jon tilim deb qo'yamiz ya. Ya'ni vatanda ma'rifat sistemasidan butunlay siqib chiqarilgan, cheklangan bir shundaq bir davrda muhaciratda Uyg'ur tilini qo'g'dash, tashviq qilish xizmatini izchil o'qimishliq ziyolilar tarafidan qo'ldan kelishicha tirishchanlik bilan davomlashib kelyapti. Bu yerda ularga bo'lgan yo'rimtimni bildiraman. Har qaysi davlatlarda Uyg'urlar o'zlarininki markazlarda, masjidlarda va yoki to'r ma'rif shaklida Uyg'ur tili kurslari ichib, farzandlarimizga ona tilini o'rgatish bilan bir vaqtda milliy madaniyat va kulturimizdan tortib, tarix va adabiyotga qadar o'zlik qiymatini tunishtirishda muhim rol o'ynayapti. Bo'libmi Uyg'ur tilida chiqarilayotgan bolalar jurnallari, o'qishliq, elib berilayotgan dala faoliyatlari, yozliq faoliyatlar masalan, umumjihatdan qo'ldan kelishicha imkoniyat yor bergan doirada kuchayapti. Shundaq munavvar pedagog ustozlar, muallimlarga eng muhimi bolalar uchun vaqtini ajratib, bolalar bilan birga ona til kitob o'qiydigan, she'rlarni yodiltadigan, ona tilda paranglashadigan oilalarga hurmatim cho'nqur. Ularga tashakkur etaman.
Ammo bu yo'ldami ba'zi qiyinchiliklar oz emas. Masalan, muhojiratdagi aslimlar. Hmm. Yashayotgan davlatning tilida ma'rif tarbiyasi ko'rgachga o'zaro ona tilida paranglish fursatining oz bo'lishi, tanitish bolalarninki Uyg'ur do'stlarninki oz bo'lishi, yet ayimlarda uchrashgandimi Uyg'ur tilida aloqa ilib bora olmasligi. Hmm. Buningda birisininki Uyg'urchasi yaxshi, yana birisining Uyg'urchasi sal ojiz sababidan yana ikkilisi Uyg'ur meni bolalar. Shunda aloqa ilib bora olmasligi. Ba'zi atalg'ularni o'zaro ifodalab bera olmay, boshda ko'rishganda bir qancha ig'iz Uyg'ur tili paranglashganday qilganman. 10-15 minutdan keyin kelib qarasangiz, tamoman o'zlari puxta bildigan shu davlatning tilida paranglashib, fikr almashtirib, bo'libmi ijtimoiy aloqa shubullarda o'zaro bir-birisi bilan do'stlashib qo'shib olgandan keyin yezishmalarninki butunlay shu davlatning tilida yezilishi Hmm. qatorli omillar sababidan duch kelayotgan qiyinchiliklar ham oz emas. Yana bu nihoyatda diqqat qilishga tegishli ishlar. Yana birisiga ma'rif markazlarining oz bo'lishi, oraliqning yiroq bo'lishi, bolalarning qiziqmasligi, ona til to'r maktablarining ma'lum sabablar bilan ko'p o'quvchi qabul qilolmasligi hamda vaqt farqi tufaylidan qatnasha olmasligi qatorliq omillarmi ma'lum darajada ona tilimizning muhojiratda ojiz bo'lib qolishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Buning uchun ham oilada o'qish yozishni izchil davomlashtirish kerak deb qarayman. Uyg'urcha kinolarni, kartonlarni qo'yib berishni muhim bir jarayon deb o'ylayman. Har bir Uyg'urning uyida chuqur Uyg'ur tilida nashr qilingan kitoblar bo'lishi kerak. Uyg'urcha kitob o'qishga ilhomlantirishi bolalarni. Sog'lom bo'lgan Uyg'urcha karton, televiziya programmalari qo'yib berishi, shuning orqali bolalarning qiziqishini uyg'otishi muhim deb qarayman. Yana buningdan boshqa til, madaniyat, tarix birlashtirilgan madaniyat bayramlari. Dala faoliyati, ona til kuni, masalan Cumhuriyet bayrami qator faoliyatlarda cho'nglar uchun emas, bolalar uchunmi Uyg'urcha she'r, daston, hikoya, san'atlik musobaqalar tashkillab, o'zaro rag'batlantirib, so'rni hozirlab berishga ahamiyat bersak, muhojiratdagi ona tilini qo'llash yo'lida o'z kishilik bir hissimizni qo'shishimiz deb qarayman. Muhojiratdagi ona tilini qo'llash o'z onasini qo'llash bilan o'xshash bir ishdir. Ya'ni ona tilim, jon tilim, ona tilim onamning tilidir. Rahmat. Rahmat. Pek yaxshi so'zladingiz. Men sizdan bir savol so'rayman. Til yo'qolsa millat yo'qolamdi? Bu savolingiz. Til yo'qolsa millatniki butunlay yo'qolib ketishi notayin, ammo cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Chunki til yo'qoldi deganlik uningki o'xshash madaniyati, tarixi, uningki ajdodlariniki ep bo'lgan yo'llardagi masalan hamma narsa yo'qoladi masalan. Til yo'qolsa, ruhi yo'qoldi. Millatning ruhi yo'q bo'lgandan keyin bu millat o'lak millat. Shundoq masalan sigallarmi bizning xizmatdoshlarmi bor. Ular yana o'ziniki hech qanday bir tili yo'q yashaqliq. So'rasa sigan deydi. Ya'ni o'zining millatini biladi. Lekin ma'rifi yo'q o'ziniki va yoki o'ziniki bir shunda kitoblari, tarixi, hech qanday narsa nolda bular. Shunga qaraganda biz ham o'zimizning tilimizni jon tilimiz bilan qo'g'dashda bir mas'uliyatimiz, majburiyatimiz bor deb qarayman. To'g'ri. Tilni qo'g'dash bizniki cho'ng vazifamiz. Millatni tutib turish uchun, millatning mustaqillik aqidasiga yetish uchun cho'qim til yaxshi saqlanish kerak, yaxshi menish kerak. Hukumat ichidami bizniki menga xo'sh bo'lgan yerim yoshlardan tilga pishiq odamlarimiz chiq. Hatto imlo, mantiq, logika tildagi hamma tarafdan nihoyatda chiqqan bizniki materiallarimiz nihoyat yaxshi, nihoyat chiroyli yoziladi. Albatta bizniki boshqacha fikrlar bor. Biz chet elda tursak, biz ingliz tili bilan to'g'ri. Uni qilamiz, lekin ingliz tilini qo'g'daydiganlar chiq. Bizning o majburiyatimiz yo'q. Bizning majburiyatimiz o'zimizning ona tilini eng chin yerda tutib turish, to'g'ri yak taraqqiy qildirish. Sizdek yoshlar bo'lgan ekan, men bugun shunday yaxshi so'zladingiz, masalan, gaplaringizning logikasi, mantiqi shunday yaxshi, demakchi o'g'lingiz shunday yaxshi ifodaladingiz. Bizga bu kerak. Sizning hukumatimizda rolingizning cho'ng bo'lganini ishonamiz. Endi bizning hukumatimizga sizningki bir ishonchingiz bormi kelgusiga? Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgan hukumati
Bolsa yana bundan 75 yıl burunqi 2. Cumhuriyetning davomi. Yani mustaqillik yo'lidagi mustaqillik davosidagi tavranmas bir qo'ziqdir bu surgun hukumat. Gerçi u muajiratda symbollik rolni o'tayotgan bo'lsa-mu, izchil xalqaro bo'libmi, Xitoy davlatiga Sharq Turkistonning bir besilingan davlat ekanligi. Tarixdan Xitoyning bir parchasi bo'lmagandek, bundan keyin bu hech qachon Xitoyning bir parchasi bo'lmaydiganligini mustahkam irodasi bilan bildirib kelayotgan oliy organdir. Bir nishon, bir dushman, ya'ni bir nishon mustaqillikni asli keltirish, bir dushman Xitoy ishg'oliyatchi davlati. Bo'lgan nishoni aniq, dushmani aniq bo'lgan mustaqillik ideologiyasida menayotgan bir qo'shindir. Albatta bizning bu qo'shinni qo'g'dash, kuchlantirish burchimiz bordir. O'zimiz qila oladigan doirada hassimizni qo'shib, vatan millat oldidagi majburiyatimizni ado qilishda xizmat ko'rsatadigan oliy organdir. Hem Sharq Turkiston surgun hukumati yillardan beri nurg'un issiq sovuqni beshidan o'tkazib, bugun qadar ulashdi. Bu yo'lda o'zining hayotini, zehnini, tavranmas ro'yini, bosh egmas irodasini mustahkam turgan ustozlarga qoyil bo'lmay tura olmaymiz yana. Ular bizning chirqimiz, to'g'ri yo'ldan chetmaymasimizdagi mayakimizdir. Ular bo'lg'achqa mustaqillik yo'lidagi vatanparvar yoshlar ulardan ulgilib, orqasidan mengib, garchi atlar bek uruq, yo'llar uzun deymiz ya. Shunday bu yo'l qiyin bo'lsa-mu, tas bo'lsa-mu, hatto yolg'iz qolsaqmi, tavranmay mangadigan bir yo'ldir. Bularning o'zla bizning Sharq Turkiston surgun hukumatining kelgusidagi plan projektlarga ovoz qo'shadigan, natija chiqarishga tirishadigan, texnik ko'p qo'llashga erishishga turtki bo'ladigan hamda hukumatimizning kuchlanishi uchun tirishchilik ko'rsatadigan aktiv energiyani berdi deb o'ylayman. Yig'ib aytganda, men surgun hukumatimizning kelgusi ish izlari, xizmatlari bo'libmi diplomatiyalik xalqaro sahnalarda o'z rolini joriy qildirishda nihoyatda umidlik ham ishonchim vakshiy bor bu jihatda. Buning uchun biz ayni vaqtda o'zimizningki universal sapoyimizni yuqori ko'tarishga otlashishimiz, bu yo'lda bir kishilik mas'uliyatimizni ham majburiyatimiz ado qilishga tayyor turishimiz lozimdir. Shunday bo'lganda Sharq Turkiston surgun hukumatining kelgusi bo'lgan ishonchi texim oshidi. Oxirgi nishonimiz Sharq Turkiston davlatining mustaqilligini asliga keltirishdek irodamiz kuchlandi va amalga oshidi inshaalloh. Rahmat. Siz bilan suhbat o'tkazib nayt qo'shildik. Naytravan ana tilimiz bilan paranglashdik. O'zimizning demakchi o'qinni, masalan siz demakchi o'qiningizni nayt chiroyli uqtadingiz bizga. 5-iyul qatlamdan keyingi Uyg'urlarda bo'layotgan o'zgarishni angladik. Chunki biz mustaqil bo'lamiz deganmiz, har davrdagi o'zimizning odamlarni tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak. Nima o'zgarish bo'ldi? Masalan, shuningdan chiqqan yoshlardan biri siz shu vatandan chiqqandan keyin hozirgacha shu to'g'ri yo'lda hukumatimizga ergashib kelyapsiz. Biz buni ko'rdik. Sizningki oilangizning tarixidan sizning qanday yetishib chiqqaningizni, qanday Xitoy yaxshi Xitoy degandek bo'lgan javoblar biz buni bilamiz. O'lgan Xitoy yaxshi Xitoy. Biz buni burun anglaydik, ammo Xitoyga bek aqidamizni, ma'rifatimizni berib o'tganlarcha qo'ygan uchun hozir kunda turyapmiz. Sizning bu suhbatga ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Bu vatan bir aqida. Shundoq. Muhabbatli odamni o'ltirgili bo'lmaydi. Söygü o'tlari bo'lmagan odam aslida o'likdir. Vatan davosi vatan sevgisini o'ziga qiymatli qiladi. Ma'naviy takomillikqa, ruhiy to'qliqqa, vijdon g'ururiga ega hayot vatan sevgisiz mavjud bo'lmaydi. Mustaqil aqidasiz vatan bo'lmaydi. Talay tiriklar qalbimizda o'lib ketdi, talay o'liklar aramizda yashayapti. Tirik turib o'lib bo'lmayli qarindoshlar, vatanimiz uchun chin qalbimizdan chiqarib, ozroq bo'lsin qilish qilaylik. Bizning oxirgi gapimiz shu. Vaqt tufayli bizningki programmamiz mushada oxirlashdi. Hammanglarning mush vaqti xush vaqt bo'lsin. Allohga emanet.